Toshloq tumanidagi Yangi Guliston Fayz fermer xo'jaligida 2026-yil hosil uchun yetishtirilgan g'alla maydonlarida o'rim yig'im ishlarini uyushqoqlik bilan tashkil etish hamda qishloq xo'jaligining dolzarb vazifalariga bag'ishlangan viloyat ko'rgazmali seminari bo'lib o'tdi. Tadbirda viloyat hokimi Xayrullo Bozorov, tumanlar hokimlari, prokuratura, ichki ishlar, tegishli tashkilot va boshqarmalar rahbarlari, soha mutaxassislari hamda jamoatchilik kengashi a'zolari ishtirok etdilar. Seminar avvalida nuroniylar tomonidan mamlakatimiz tinchligi, dasturxonlar to'kinligi va xirmonlarning barakali bo'lishini tilab duolar qilindi. Toshloq tumanida o'tkazilgan ko'rgazmali seminar doirasida viloyat hokimi Xayrullo Bozorov Boymat Shermatov saxovati fermer xo'jaligida g'alladan bo'shagan maydonlarda takroriy ekinlarni joylashtirish ishlari hamda qishloq xo'jaligida zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash jarayonlari bilan tanishdi. Fermer xo'jaligida g'alla o'rimidan bo'shagan yer maydonlarida tomchilatib sug'orish texnologiyasi asosida kartoshka, pomidori va boshqa sabzavot ekinlari ekilmoqda. Mazkur tajriba suv resurslaridan tejamkorlik bilan foydalanish va yuqori hosildorlik kelishda muhim ahamiyat kasb etayotganligi e'tirof etildi. Takroriy ekin sifatida ekiladigan kartoshka navlarini to'g'ri tanlay bilish, ekish, yetishtirish va albatta yuqori hosil olishda mutaxassislar maslahatiga zamonaviy agrotexnologiyalarga amal etish muhim vazifalardan sanaladi. Bugun mana ilmiy asoslangan holda har bir takroriy ekinlarni joylashtirish, ularning ekish sxemalari, ko'chat ekiladigan bo'lsa navlari, urug'lik, mana bugungi kundagi o'zimizda yaratilayotgan yangi gibrid navlarning afzalliklari, shu bilan birga yuqori texnologiyada yetishtirilganda olinadigan hosildorlik va daromadga ilmiy asoslangan texnologiyalar joriy qilish samaradorligini asosida bo'ldi. Mana ko'rib turganlaringdek, bu yerda takroriy ekindan keyingi maydonlarda tomchilatib sug'orish texnologiyasi ham suv tejamkor, ham ekinlarda o'sish rivojlanishini tezlatib, hosildorlikka juda ham ijobiy ta'sirini o'rgatyapmiz. Eng asosiy oziq-ovqat ekinlari hamda chorva uchun ekiladigan oziqa ekinlari, yem-hasha ekinlarini mana bugungi kunda ekish muddatlari, urug'lik sarflari, ko'chat qalinligi, qiziqqan savollarga javob berildi mutaxassislar tomonidan. Yana bugungi kunda eng asosiy masala takroriy ekinlarga ham shu hozir o'zimizda eng arzon, samarali har bir fermer xo'jaligi ham, tomorqa yer egasi ham qilishi mumkin bo'lgan shu biologik o'g'itlar, mana javamrit, biyachar o'g'itlarini samarasini, afzalliklarini ham yetarlicha tushuntirib berdik. Qishloq xo'jaligi tarmoqlarida amalga oshirilayotgan dolzarb masalalarga bag'ishlangan muloqotlar davomida bildirilgan taklif va belgilab berilgan vazifalar joriy yilda o'z natijasini ko'rsatish uchun barcha soha vakillari qat'iy tartib intizom asosida ish tashkilashlari shart bo'ladi. Mana hozir paxtalarda o'sib rivojlanishini hisob-kitob ko'rdik. O'suv shoxlari, hosil olishi talab darajasida. Lekin baribir hali juda qilinadigan ko'p. Ayniqsa hozirgi mana shu paxtani bo'yidan kelib chiqib sazin sepish muddat me'yorlariga juda qat'iy amal qilinishi kerak. Undan tashqari mana bitta ikkita mana hasharotlar o'rgamchikaniga qarshi to'liq samarali kimyosini sifatli ishlovni qilish kerak. Undan tashqari mana hozir fermer bir hikmatda ishlov o'tkazgan, lekin yana hali pishib yetilgancha yana 3-4 marta tarkibida makro mikroblar ko'p bo'lgan samarali besimlar sepilishi kerak. Hamma hozirgi aytgan agrar tadbirlarimiz o'z vaqtida sifatli bajarsa, o'sha aytilgan mana Shinjon texnologiyasiga amal qilgan holda 60-70 sentner hosil olish mumkin.